Zakiylar profilining post va stories narxlari qancha ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang. Zakiylar nima degani? Zakiy so'zi dono degan ma'noni anglatadi. Zakiylar profilida nega faqat albatta er va xotin o'rtasidagi munosabat? Asosiy masala oila o'sha er-xotinning o'rtasida bo'ladi. Asosiy masala er va xotindan tashqari boshqa omillarga ham borib taqalishi mumkin-ku. Endi bizning yo'nalishimizda asosiy masala bu oila. O'shaning uchun biz faqat shu oilaga urg'u beramiz. 1 milliondan oshiq auditoriya qanday qilib? Allohning izni bilan mehnatda evaziga. Xo'p, bu darajaga qanaqa berishdinglar? Muvaffaqiyatingizning sababi nimada? Maqsadni to'g'ri qo'ydik. Ummatga foyda bo'lsin dedik, mehnat qildik, Alloh berdi. Asosiy jamoalarda nechta kishidan iborat? 5 ta 6 ta, bundan ham ko'pi o'zi. Ko'proq. Va podkast ham yo'lga qo'ydinglar. Albatta. YouTube tarmog'ida Zakiylar albatta podkastni yo'lga qo'yishgan. Bu borada sizga biz albatta bitta life hack aytishimiz mumkin. Men bilan suhbatda siz YouTube tarmog'ida tomosha qilish imkoniga egasiz va hamma kutib turgan savol, Zakiylar profilining stories narxi qancha? Storiesimiz $800. 140 mingga yaqin odam ko'radi. Postimiz? Postimiz 2000 ga yaqin. Demak 2000 ga 800. Agar biror bir reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Zakiylar profiliga murojaat qiling. Bu videoni esa maksimal darajada Zakiylarning muxlislariga tarqatib qo'yamiz.